Cho'lda faqir bir sahroyi xotini bilan birga yashar ekan. Bir kuni kechasi xotini shunday debdi: Barcha kambag'allik va jafoni biz chekibmiz. Boshqalar umrini rohatda o'tkazmoqda. Faqat biz faqirmiz. Nonimiz yo'q, ozg'amiz ham kam. Ko'zamiz yo'q, suvimiz esa ko'z yoshlarimiz. Kunduzi kiyimimiz quyosh, kechasi kurpa to'shagimiz oy nuri. Oyni non deb o'ylab osmonga intilamiz. Holimiz bundan buyon qanday kechadi ey erjon? Shunda sahroyi unga kulimsirab javob beribdi: Ey xotin, qachongacha dunyo molini istab yurasan? Axir o'tkinchi umrni yashayapmiz. Aql bilan yashagan inson boylikka ruju qo'ymaydi. Yoshligingda qanoatli eding, endi esa boylikka hirs qo'yding. Oltin istayapsan, holbuki o'zing oltindek eding. Senga nima bo'ldi? Ammo xotin bu so'zlarga quloq solmabdi, g'azab bilan gap qaytaribdi: Ey nomusdan boshqa narsani bilmagan er, sen va'z aytishdan charchamaysanmi? Kunlar o'tib haligacha shu ahvoldamiz. Qachongacha shunday yashaymiz? Qachon o'zingga kelasan? Qachongacha qanoat deb jon saqlamoqchisan? Sahroyi sabr bilan: Ey bevafo xotin, kambag'alligimdan men faxrlanaman. Meni bu gaplar bilan urintirma. Mol-mulk boshdagi quloq kabidir. Bir kunga keladi, ertasi yo'qoladi. Boyning barcha aybi moli bilan yopiladi. Men kambag'allikni ayb deb bilmayman, chunki qalbimda qanoat deb atalgan bir bebaho olam bor. Endi bas qil, nashukrlikni tark et, meni ham o'yla. Agar jim bo'lmasang, men bu uyni tark etaman debdi. Xotin eri g'azablanganini ko'rib yig'lab yuboribdi. So'ng boshi egik, yumshoqqina tovushda aytibdi: Men sening oyoqlaring tuprog'iman. Jismim ham, jonim ham senga tegishlidir. Agar noligan bo'lsam, bu o'zim uchun emas, sen uchun edi. Men senga xiyonat qilmayman. Endi bo'ldi, pushaymonman. Qalbim senga bo'ysunadi. Shunda sahroyi xotinining ko'z yoshlariga chiday olmabdi va yumshabdi. Ey mehrim, seni tanbeh berganim, seni sevaganimdan. Men sendan ayrilish niyatida emasman, debdi. Xotin shu so'zni kutgandek jilmayibdi. Rostdan meni sevasanmi? Deb so'rabdi. Xudo haqqi, seni sevaman, demish sahroyi. Unda azizim bir tilagim bor, demish xotin. Bag'dod shahrida xalifa yashaydi. Udan yordam so'ra. Xalifaning do'sti bo'lganlar baxt topadilar. Shuning uchun sen ham Bag'dodga bor. Sahroyi boshini qashlabdi. Yaxshi, lekin men bechoraman. Bir sahroyi qanday qilib sulton huzuriga boraman? Sababsiz borsa bo'ladimi? Xotin shunday deb javob beribdi: Ko'zamizda tiniq yomg'ir suvi bor. Bizning bor boyligimiz shu. Shu ko'zani olib sulton huzuriga sovg'a qil. Aytingki, bizda bundan ortiq boylik yo'q. Cho'lda bundan ham yaxshisi topilmas. Podshohim, sizning xazinangiz to'la bo'lishi mumkin, ammo bunday suv sizda ham yo'q. Bechora xotin Bag'dod o'rtasidan Dajla degan ulug' daryo oqib o'tishini qayerdan bilsin? O'zi buni bilmay ko'zadagi suvni eng noyob deb o'ylabdi. Sahroyiga ham bu so'zlar yoqibdi. Ha, chin so'z aytdin ey xotin. Bizning ko'zamizdagi tiniq suv darhaqiqat sultonlarga mos, debdi va yo'lga tushgan. Sahroyi tong saharda yo'lga chiqdi. Ko'zani sinmasin, o'g'rilar o'g'irlamasin deb qo'rqar. Kecha kunduz uni asrab bordi. Kunlar o'tib Bag'dodga yetib keldi. Saroyni topdi. Eshik oldida soqchilar to'xtatishdi. U ularga shunday deb so'z boshladi: Ey ulug' zotlarning farzandlari, men bir kambag'al sahroyiman. Cho'ldan sulton huzuriga sovg'a keltirdim. Iltimos, shu sovg'ani xalifa hazratlariga topshiring. Bu eng toza, eng shirin suv. Sahroyining samimiy so'zlari soqchilarni lol qondirdi. Ular sovg'ani xalifaga yetkazishdi. Xalifa bu g'aribning ixlosidan ta'sirlanib, uni huzuriga chaqirdi. Yuziga kulib boqdi, yangi liboslar kiydirdi. So'ng amr qildi: Bu ko'zani oltin bilan to'ldiring. Ketayotganda uni Dajla orqali o'tkazing. U cho'l yo'lidan kelgandir, endi daryo yo'li bilan qaytsin. Sahroyi kema orqali Dajlani kechib o'tayotib, suvning cheksiz kengligiga tikilib qoldi. U hayratda edi, chunki xalifa shu mo'l suvli, to'lqin Dajlasi bor davlat baribir bir ko'za cho'l suvidan mamnun bo'lgan edi. Sahroyi qo'lini duoga ochib, yuragi to'la dedi: Ey Rabbim, shukr senga. Kambag'alning ixlosi boyning xazinasi oldida ham qimmat ekan.